Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya da sadaka olsun. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü İslah 2021 yıl 5. ayının 22. günü. Geçen vatandaşlar 2 gün sakıltıp koydum. Bir ay kelip aldırap, tinep yani kameranı elip tutsam süret çıkmadı. Ben de ağzı yani kandak olduğunu bilmeyime vatandaş bunun için geçiriyorum. Eğer çıkıp kalsa bu biz için yaxşı hesapta. Bugün sizlerge sözdeydiği leksiyalar aslında şu 3 gün şikayetçide kalıp kalan leksiyalarını toliqlap sözdeydik. Çünkü bularning hammasi Uyg'urlarning taqdiriga münasebetlik leksiyalar idi vatandaş. Evvel vaziyet doğrusu işki gap qilaylik. Hazır 3 günden biri to'g'ri bettirde paydo bo'lgan qizg'in, muloyiza va yangi fikr Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasi Tayvanga kirib o'rinlashdi. Aralıqda bir gün bor, bir gün yo'q, qochdi xabarlar bilan xabardor bo'lib keldik. Endi bu qatam bu rasmiy holda Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasi Tayvanga kelib o'rinlashdi dedi. Biz yaqindan beri vaziyatiga bir qaraydigan bo'lsak, hurmatli vatandosh, 2 ayning 10 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Asiyada kishilar odatda Asiyada NATO deb ataydigan 4 davlat yuqori darajalik rahbarlar uchrashuvga qatnashdi. Yaponiya, Amerika, Avstraliya, Hindiston. Endi o tarafdagi bu ittifoqdosh davlatlarni yeniga tortish va yakka harakatda birga bo'lish, fikrda birga bo'lish, qadamni moslashtirish. Maqsad bir shu vaqtga tahlilimizni jo'ngga taqobil turishdir. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken hozir Shimoliy Yevropada Islandiyada ziyoratda bo'lyapti. Tungilardan Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdi. Asosligi Shimoliy qutb muz okeani, Shimoliy muz okeanining taqdiri to'g'risida, masalan, latqalar bilan to'shish, plastik buyumlarni tashlash, endi yana boshqa masalalar. Şu qatorda bu uchrashuv, bu suhbatni Prezident Vladimir Putin bilan Prezident Joe Bidenning uchrashishi yo'l tuzlash deb ma'noda vatandosh. Bundan keyin Yevropa ittifoqida bo'layotgan o'zgarishlarni ko'ryapsiz. Uyg'urlar va Tibetlar to'g'risidagi ko'z qarashlar, Hong Kong to'g'risidagi siyosiy ko'z qarashlar va siyosiy ifodalar kishilik huquq doirasida. Hozir Yevropa ittifoqi bilan Germaniya hal to'g'ri yo'lga chiqdi deb qarashga bo'ladi vatandoshim. 30 yildan beri Germaniya bir hukumat kishilik huquq to'g'risida ancha eg'izga olmagan edi. Yaqindan beri shu yo'lga tushdi, kishilik huquqni ta'kidlaydigan yo'lga tushdi deyishga bo'ladi, hurmatli vatandosh. Uning ustiga Amerika Qo'shma Shtatlarining Yevropa ittifoqi va Yevropa qaratgan siyosati ittifoqdoshlararo ittifoqlikni kuchaytirish, hamkorlikni kuchaytirish, bu orqali jungoga taqobil turish, mayli NATO, mayli Yevropa ittifoqi, bu orqali jungoga taqobil turish. Endi Arliqdan avval qilib sobiq prezident Trump davrida mesela Germaniyada askeriy qismlarni chekindirish, unda Germaniya Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan savdo talash-tortishlar degandek majralarni o'tirg'i chiqardi demasakmi, shunday majralar bo'lib o'tdi vatandosh. Hozir Prezident Joe Biden bu ishlarni tuzayotgan bo'lsa kerak. Endi bu ish uchun aytganda hozir Yevropa bilan jungo o'rtasidagi savdo mablag' kelishimi vaqtincha to'xtadi. 7 yillik tirishchanlik. Jungoning tirishchanligi bu orada ko'tarilib ketdi. Vaqt behuda ketdi. Masalan, Junanxay Yevropa ittifoqi diplomatiya, masalan, savdo tijorat diplomatiyasida mag'lub bo'ldi deyishga bo'ladi, hurmatli vatandoshim. Mushularni qo'shib kelganda hozir kishilik huquq to'g'risida Hong Kong, Tibet, Uyg'uriston to'g'risida Yevropa ittifoqi, Yevropa parlamentining harakatlari aktiv bo'lib o'tadi vatandoshim. Mushunga qaraganda shu narsani qiyos qilib boqaylik hozircha. Oldimizda ochildigan 7 davlat guruhining yuqori darajaliklar suhbatida qaysi masalalar o'tirib qo'yildi. Hozir u to'g'rida bir gap yo'q. Matbuot yoki yozmada yoki to'rbetda bir narsalar chiqmadi. Biroq esingizda bor 5 ayning 5 kunida
Yeti devlet Groy'un Tashqi ishlar ministerleri London'da yig'in etib birlashma bayonot e'lon qilganda men sizlarga shu vaqt so'zladim. Iqtisod to'g'risida bir ishga jumla to'xtalib qolganlarning hammasi Hong Kong, Uyg'uristonda etnik qirg'inchilik masalasi to'xtaldi. Men shu vaqt dedim, katta gap vatandoshim. Yeti devlet Groy'un yillik yig'inida Uyg'uriston masalasining Tibet masalasining qo'yilishi katta gap dedim vatandoshim. Endi hozir 6 davlat boshliqlari yuqori darajaliklar uchrashish qachon ichiladi uchrashishda qandaq masalalar o'tirib qo'ydi. Buning o'zi azizsiz biz kutayotgan masala vatandosh. Bugunlar yana 2021-yil tunigundan boshlab hozir Koreyaning prezidenti Moon Jae-in Washingtonda ziyoratda bo'lib o'tadi. Endi hozir ko'rib baksam ziyoratda yana birlashma bayonot e'lon qilinibdi. Xuddi Yaponiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari birlashma bayonot e'lon qilgandek, buni Seoul gazetasi Yaponiya bilan e'lon qilgan birlashma bayonotni o'xshatibdi. Biroq birlik kamchiligi debdi. Bunda Jungo degan ism bevosita eg'izga ilinmadi Koreya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida dedi. Siz şuna dikkat qiling. Araliqdagi 2-ayning 10-kunidagi Osiyodagi to'rt davlat Yaponiya, Hindiston, Avstraliya, andiki Amerika to'rt davlatning yig'inida Koreya yo'q. Koreya nozuk masala. Chavshay yerim oralida nozuk masala. Koreya Jungo tayinadigan Koreya. Koreya ehtiyotchan Koreya. Bugun endi o Tayvan masalasi to'g'risida ifoda bildirdi degan gap. Biz bu rayonning tez bo'lishini, muqim bo'lishini xohlaymiz degan gap. Buning ma'nosi Jungoning urush qo'zg'ash ehtimoli bo'lgan tavakkalchiligiga qarshi turish degan gap. Vaziyat shunday. Osiyodagini yuqorida ko'rsatdik. Yevropadagi ziyoratmo davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning ziyorati qadamni moslashtirish, fikrni moslashtirish, Jungoga o'rtaqda qabul qilish. Bu allaqachon deyilib bo'ldi. NATO bilan bo'lgan munosabat allaqachon deyilib bo'ldi. Hozir Yevropa ham shu demak, hozir ittifoqdoshlar bilan hamkorlashish va shu orqali Jungoga qabul qilish. Dunyoning vaziyati hozir Amerika boshchiligida taraqqiy qilayotgan vaziyat, o'tirg'i chiqqan vaziyat ana shulardan iborat vatandoshim. Qani mana endi hozir qo'yib berib chiqamdi, chiqmamdi, undaq kamera nima bo'ldi degan savolni qo'ysam bo'ldi vatandoshim.